Semizlik bu nafaqat xunuk ko'rinish, balki sizni hayotingizga xavf soladigan 3 ta muammo tug'dirishi mumkin. Birinchisi bu yurak qon tomir kasalliklari xavfi yuqori bo'ladi. Ikkinchisi qandli diabet xavfi tug'iladi. Uchinchisi jirovoy gepatoz, ya'ni jigarni yog' bosish xavfi ortadi. Va buni natijasida sizda bir qancha kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Albatta bu taqdirda semirish ham men peshonamga yozilgan ekan deyishingiz bu noto'g'ri. Buni sog'lom yo'li bor. Men sizga semizlikdan qutulish uchun 3 ta yechim aytaman. Birinchisi, sog'lom ovqatlanasiz. Ikkinchisi, kuniga 10 ming qadamdan oshiq yurasiz. Uchinchisi bu miainazitol, glutathion hamda berberin mahsulotlarini iste'mol qilasiz. Chunki organizm insulinni sezmay qolgandan keyin bu komplekslar sizga yordamga keladi. Agar siz semizlikdan qutulmoqchi bo'lsangiz, kommentga ozish so'zini yozing. Men sizga komplekslashgan ozish dasturini yuboraman.